Yana bir masala, ayrim vazirlik va idoralar ma'muriy binosi joylashgan ko'chalar yopib qo'yilganidan shusiz ham tirband ko'chalarda ularning xodimlari yo'lni 2-3 qatoriga parkovka qilib olganidan aholi juda norozi. Topshirig'imga ko'ra 15 ming taksi haydovchilar o'rtasida so'rov o'tkazildi. Poytaxtda ham yirik shaharlarda ham qonuniy parkovkalar yetishmagani uchun mashinani yo'l bo'yiga qo'yishga majbur bo'layapti odamlar. Umuman oddiy haydovchilar dardini eshitayotgan odam muloqot platformasi yo'q desak, bu ham to'g'ri. Toshpo'latov Ibragimov bir hafta muddatda kim ruxsat berganidan qat'iy nazar barcha tashkilot va mahallalardagi asossiz qo'yilgan taqiqlovchi belgilarni olib tashlasin. Vazirlik va idoralar xodimlarini aholiga noqulaylik yaratib parkovka qilib olgan hududlarda foto va video kameralar o'rnatib jazo muqarrarligini tushuntirsin. Davlat xizmatchilari jamoat transportida yurish bo'yicha aholiga namuna bo'lishi kerak. Endi hukumat qarori bilan tasdiqlangan ro'yxatdan tashqari bironta rahbarni xizmat mashinasiga yo'llarda ustunlik berilmaydi.